станциясы. Assalamu alaykum do'stlar. Bu rolikda biz sizning bilan boshqalaga ham Malayziyaning eng zo'r shahriga tushamiz. Biz Kuala Lumpurda. Shaharga 1857-yilda Xitoyning Atqurg'ash tabishilari lageri o'rnida negiz solingan. Bugungi kunda Küneyaqin Shiqish Aziyaning eng olg'a ketgan shaharlarining birisi bo'lib tura. Anda ko'p sonli istalikli o'rinlar, ko'ngilga yotishli kishilar. Shaharda infrastruktura, transport logistikasi yaxshi o'sish olgan. Taksi, avtobuslar, monorel, yengil metro bular barasida Kuala Lumpurga turizm bo'yicha dunyoning eng populyar shaharlari sonuna kiruvina yordam etadi. Bu video baridik bir necha minut davom etadi. Aydagiz, istalikli o'rinlar bilan tanisha boshlaylik. Ketdik. Jamik masjidda, shaharning eng burungi masjidda 1909-yilda ingliz arxitektori Arthur Habak proyekti bo'yicha Klang ham Gombak yilg'alari qo'shilgan o'rinlara to'zilgan. Ko'p sonli qilinchilari, 2 manorasi ham 3 gumbazi bor. 2017-yilning iyunida restavratsiya tamomlangach, masjid Masjid Sultan Abdul Samad degan yangi ism olgan. Menimcha, Jamik masjidda hech shaksiz qarorga tegishli bo'lgan 4 lokatsiyalarning birisi. Bu bugungi ismlikdagi ikkinchi istalikli o'rin. Petronas manoralari. Bu 1998-yilda arxitektor Cesar Pelli proyekti negizida to'zilgan ham shaharning to'p simbollarining birisi bo'lib tura. Әлігі istalikli o'rinning beyikligi yaqincha 452 metr tashkil etadi. Monoralar 41-42 qat terasida ko'pir ravishida yopiq tushish bilan to'lashtirilgan. Shulay uq 86-qatda kuzatuv maydonishiga o'rnashgan. Onda mustaqil ravishda ilagu mumkin tugil bilet olirga to'g'ri kelashaq. Hem şu vaqtda shunday beyiklikdan siz Malayziya boshqalasına qarab motor panoramali ko'rinishlar bilan lazzatlana olasiz. Государственный язык в Малайзии малайский, но также широко распространены английский, индийский, китайский. Вот такой вот мультидружный коллектив. Biz olg'a taba harakat etamiz. Bu Islom san'ati muzeyi. U 1998-yilda ochilgan. Ham bugungi kunda Küneyaqin Shiqish Aziyada islom san'atining eng zo'r muzeyi bo'lib tura. Onda 7 mingdan ortiq eksponat saqlana. Munda shinanda qarar narsalar ko'p. Bir bütün ekspozitsiya Qur'onning eng burungi qo'lyozmalaridan tura. Nigaraning milliy masjidi. U 15 ming kishini sig'dira ham maydoni 13 akr bo'lgan baqchalar arasida o'rnashgan. Biz Kuala Lumpurning eng zo'r masjidlarining birisida. Birida 20-asrning 60-yillarida o'q tuzilgan to'la bir kompleks. Ko'rigiz, menda motormunda, kirigiz. Masjid manorasi beyikligi 73 metr. Atto beton tuba 16 ishli yulduz ravishida. Shahar ig'iz-ig'isidan yashirinirga mumkin bo'lgan shahar kartasindagi tog'in bir lokatsiya. Kompleksni yashillikka ko'milgan ko'p sonli fontanlar ham suluqlar bizi.
Бу роликта сөйләргә теләгән нәрсәләр шулар булды. Хәер, Малайзия башкаласында кызыклы урыннар тагын бар әле. Сез уңайыннан сез хәзер күргән кадрлар Куала-Лумпур Тауэр телеманарасыннан ясалган. Аның биеклеге 421 метр. Петронас марасындагы кебек үк, моннан да шәһәргә кош ачышы биеклегеннән матур күренешләр ачыла. Шулай ук барырга киңәш итәм. Безнең чыгарылыш шәһәренә якынлашты. Яңа локацияләрдә очрашканга кадәр. Ассаламу алейкум, дуслар.